أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يطول بهم الصلاة. İmam cemaatla namaz okuyan çağda namazını uzun okutmaydı. Ala vechin yuaddi ila tenfir. Cemaatini kaçırıp koyduğun derecede uzatıp etmeydi. Bel yukhaffifu takhfifan an tamam. Belki ta'dil erkanını cacıydı kılıp, ravrız kılıp, lekin kıraatını yengilerek okupurdu. لحديث معاذ رضي الله عنه فإنه كان يطول بهم القراءة في الصلاة فقال له صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ صل بالقوم صلاة أضعافهم فإن فيهم الصغير والكبير وذا الحاجة. Muaz radıyallahu anh namazda uzun kıraat kılgan boğaçka bazı rivayetlerde bir rekatga Sure Yusuf'ni o'qiganda ekmiz. Yani bir rekatga bir para o'qigan bo'lishi mumkin. Lekin sahobalardan ishidan ansardan birisi dehqonchilik ishlari boğaçka bu oldiradigan boğaçka namozda turib bo'lolmay ishtirok qilib o'z namozini o'qib chiqayotgan. Lekin Muaz dedimi yo boshqa dedimi munofiq deb ayında gap so'zli bo'lgan ekan. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shikoyat qilib kelgan chog'da Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Muaz radhiyallohu anhuga kaygan. Afattanun anta ya Muaz, yani fattan degan jamoatni ashunda jamoat bilan namoz o'qishni yondiradigan, dinda masalan kishilarni so'zlashtirish sabab bo'ladigan degan. Aş jamoatning ichidagi eng ojizga rioya qilgan holatda o'qigan. Chunki ularning ichida kichiklari bor, yashinib qolganlar bor, hajni qistab qolganlar, zal hajgan tarix qistab qolgan deganga qilsak bo'ldi. Yoki jiddiy bir ishlar bor odam bo'lishi mumkin. Yani bir rivayette halla qara'ta biwadduha ve sabbih isma rabbikal a'la. Bunda surlar o'qsam bo'lmamdi degan. Yani bir hadisda inni uridu an utawwila as-salah فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمتي. قال: ويكره إمامة العبد والأعرابي والأعمى والفاسق وولد الزنا والمبتدع. Kulun imam buluşu, Arabi'nin imam buluşu. Arabi degan köpünce ahvalda bilimsiz, qarı qo'saq, qarı türük, yoki savatsiz bo'lib qoladi. Köpünce yezlarda shunda. Yani sahrada to'mpay degan gap bo'lishi. Yani bu Arabi degan bedevi mi edi? Lekin unda Arabning sahrasi shu bizning yezlarimizga o'xshash, bizning sahra. Yani ziraat o'silganda yap-yeshil ekinzorlik bo'lsin, lekin yezan. Yani qaraviy degan ma'noda. Wal a'ma, a'ma kishi, fasiq muharramatni qilayotgan odamlar, aroq ichadigan, zina qiladigan endi. Va valid zina, zinadan bo'lgan bola. Vel mubtada, bid'atchi endi bu kufr darsga chiqarib etmaydigan bid'atni qilgan kishi demak. Bid'atning darajalari farqli. Kishi bid'atni tortib kufrga chiqaradigan bid'at bo'lishi mumkin. Aqidadagi bid'at masalan bunday. Yani ya da kafir bo'lib ketgan bid'atchilar qolsa biz munosabatsiz u. Kafirga isloh qilmaymiz u. Lekin ma'lumda shunda ba'zi bir kishi bid'atlarni qilgan kishi va shuni tashviq qilgan kishini ko'rdik. Lekin mishadan fasik dedik, bid'atchi dedik. Biz fisq ya bid'at demasdan shariatning o'sha ulamaning gapini elar. Ani birisiga fasik ya bid'atchi deyishda o'zimiz xohlagancha o'lcham bilan qo'yib olsak bo'lamda? Bo'lmaydi. Birisini fasik deyish uchun shariat belgilagan o'lchamda fasiklik darajasiga yetish lozim. Bid'atchi deyish uchun xilofiy masalalar masalan rafiyat masalasidir. Mesela rafiyat qilmaydigan Hanafiydan bizni shunday bid'atchi deb lan buni hamda biz aqlimiz o'xshagan makruh bo'lgan bid'atchi qadar chiqaramiz, chiqarolmaydi. Yani ko'z qarashda o'xshash olmagan, ya bid'atligida ixtilof bo'lib qolgan bir ishni qilgan kishi bid'atchi bo'la qolmaydi. Bu ham rasman shu biz ittifoq kelgan bid'at degan ishni qilsa, uni bid'atchi bo'ladi. Lekin jamiyatda ham xohlagancha shunda bid'atchi deyildi ochilib. Yadan makruh dedi. A'maning vasilasida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga Abdullah ibn Maktumni
tayinlab qo'yib chiqib ketgan, g'azot qilib ketgan. Abdullah ibn Maktum Madina amiri bo'lg'achqa jamoat imom bo'lib namoz o'qiydi. Bu Abu Dawud rivoyat qilgan Hasan darajalik hadislar kelgan. Yana shu uyamda namoz o'qib paslar, imom bo'lib namoz o'qishda masjidga boramay qoldim degan amak shoga Atban ibn Malikma shu kishining shu imom bo'g'ini Sahih Buxoriy bor shunda. Chunki vaqtda uyamda o'qiy bo'lmadim deb Rasululloh uyda bir o'rinda namoz o'qib bergan. Shu yanimda namoz o'qishga yaqinlash uchun tabarrukan. Bumi joizligini ko'rsatdi. Lekin Hanafi mazhab ama kishilda tozalik jihatdan, tartilish jihatdan qiblaga turgan bo'lsa-mu, ikkinchi rakat qo'pgan chog'da mandiroq qarlib turib qolishi mumkin. Qo'pgan chog'da diqqat qilmasa, manda taraf bo'lg'achqa makruh dedi. Agar bunday ishni saqlanadigan, Abdullah ibn Maktumdek, Atban radhiyallohu anhudek, sahoba kiramdek ashunda joyida qiladigan bo'lib qolsa, makruh emas dedi. Lekin ama kishiga al-g'alib alayhim ko'pincha ta'ta'da najosatni qo'sh ko'maydi. Tarat olgancha pul qaramas mumkin. Qiblaga yuzlanishda birlik ketib qolish mumkin imom bo'layotib. Bunda bir ahvollar bo'lg'achqa makruh deb qaragan. Mana li anna imamatahum tuqallilul jamoat. Chunki ularning imom bo'lishi jamoatni azaytitadi. Li suquti manzilatil abd 'inda an-nas. Bir-birlab kelsak, qulning uchun imom bo'lish makruh desa, kishilarning nazarida qulga to'g'ri qaraydigan xohish mavjud. Balki hech qulni namoz o'qimoq, kilollar masjid namoz o'qiylar deb jamoat aziyat ketishi mumkin. Garchi taqodirlik va imomatchilikka salohiyat qullik o'rlik bilan o'lchanmasimi, kishilarning nazarida shunda o'zi o'lcham qilib olgan taraflar bo'lg'achqa, jamoatni azaytadigan hol bo'lg'achqa demakchi. Qulda a'lam yolmusa avg'abni boshqa Qulda shu sifatli tepilib qolsa, ondan kishilar sahoba kiramdek qul bo'lsa-mu, namoz o'qishaq bo'ldi deydigan, tuvan ko'maydigan, qechib ketmaydigan darajada bo'lsa, shu qul imom bo'ldi. Sonra Hazreti Umarning zamonida masalan, qaysi bir chog'da Salim sahoba kiramlarga imom bo'lib namoz o'qigan. Balki u hamda keyin azod bo'lgandan keyingi ahvol bo'lishi mumkin. Azodgarda altida, lekin burun quldi. Azod qilingan nima bo'lsa-da, lekin hozirgi sharoitga qarasak, haqlarning shunda o'lcham buzilib ketgan holda, burun qulvoqadan to'g'ri ko'rish bor. Hozirgi qulvoqsa to'g'ri ko'rishga o'xshash, burun qulvoqan bo'lsa-da to'g'ri ko'rdi ahvol bor. Lekin to'g'ri ko'rmaydigan bo'lsa, al-a'lam wal-aqra ashqul bo'lsa, bo'ldi. Biz faqat makruh deyishimiz, jamoat shu xato o'lcham biktiraga tuzib ketib qoladi, to'g'ri ko'rib dedi. Va li anna al-ghalib ala al-a'rabi al-jahl. Ana sahroyi badaviylarga ko'pincha ahvolda nadonlik g'olib kelib ketadi, bilimsizlik bor, qara qo'saq bo'lib qoldi. Qala ta'ala va ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallohu ala rasulihi. Al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan. وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. Lekin mush Arabiy hamda Badaviy yoki sahro yezliq bir kishi al-a'lam bo'lib qolsa, avla bil imama. Masalan, Qashqardagi Salay damullojim, Sulaymon damullojim yezdin chigadanlar shu. Birisi avatdan, birisi vijadan kelganlar. Bizning damulla ulamolarimiz ko'pincha shu yezdin kirganlar. Wal fasiqu li fisqihi. Fasiqning uchun makruh desa, fasiq bo'lganlikdan. Wal a'ma la yajtanibu an-najasat. Mana a'maning makruh bo'lishiga sabab najosatdan saqlanib qo'lmaydi. Ya'ni qiblani aniq bilib yuzlanib turib qo'lmaydi. Tahoratni joyida qilolmasligi mumkin. Lekin shuni hamma joyida qiladigan Abdullah ibn Maktumga o'xshash sahobil bo'lib qolsa, ya'ni imom bo'lib qolsa bo'ladi. Va valad zina yustakhaffu bihi adatan. Valad zina uning gunohi yo'q. Uning gunohi yo'q. Bu shu ota-onasining gunohining qilmishining mahsuli. Lekin kishilarda shu gunoh atqandek, ya shu to'yn ko'rdigan bir ahvol bor. Va laysa lahu man yuallimuhu. Buni otasi nama'lum bo'lsa, buni igolab, tarbiyalaydigan, o'qitadigan
kishilar yo'qlab qoldi. Ko'pincha ahvolda, ba'zi ahvolda balki o'g'illar zina olim bo'lib ketishi mumkin. Ko'pincha ahvolda u jahil bo'lib qoldi. Undan birinchi tarafdan jahil bo'lganlikdan, ikkinchi tarafdan kishilar ko'zgilmay oxir namoz o'qimaydigan bo'lib qolgan bo'lg'achqa. Walau taqaddamu wa sallu jaza. Mana ayna turug'liq imom bo'lib qolsa, oldiga chiqib imom bo'ldi emasdan. Ya birisi chiqarib qo'ydi. Imom bo'lsa namoz joiz bo'laveradi, chatoq yo'q. Qala sallallohu alayhi vasallam sallu khalfa kulli barrin va fajir. Taqvodor bo'lsin, fasiq bo'lsin, musulmonlar bo'lsa oxir namoz o'qinglar dedi. Bu hamda bakshab akasak hasan bo'lishi mumkin. Bikatratut turuq. Lekin ajiz rivoyat qilamiz. Lekin hamda sahoba ikramlarninki, mesela Abdullah ibn Umar, Said ibn Jubayr, sahoba ikramlar va tabi'inlarninki zalim yoki fasiq emirlarning keyin namoz o'qiganligi şey isbotlangan. Mesela Abdullah ibn Umar hajjning oxir namoz o'qigan bo'lishi mumkin. Ya Marvanning oqida ashunda namoz o'qiydi. Wal karahatu fi haqqihim lima zakarna min an-naqa'isi. Hani yuqorida biz makruh dedik. Ashu kishilar haqida makruhlik ashu kishilarda shunda bir kamlik bo'lg'achqa shunda dedik deydi. Walau ulimat bi an kana al-arabiy al-arabi afdala min al-hadari. Agar ahvol unda bo'lmay, aksi bo'lib, bizgandan aksi bo'lib qolsa, masalan, sahroyi shaharlik kishidan afzal bo'lib qolsa, wal abdu min al-hur, qul hurdan afzal bo'lib qolsa, walad zina min walad ar-rishda, attansi iniq bo'lgan, nikahdan tug'ilgan bolalardan afzal bo'lib qolsa, wal a'ma min al-basir, ama kishi ko'z ko'radigan kishidan afzal bo'lib qolsa, xuddi Abdullah ibn Maktum qilgandek masalan, fal hukmu bid-didd, u chaqda hukm aksi bo'ldi. Ya'ni ash-awla bil imam bo'ldi shu chaqda. Wa amma al-mubtadi'u fa kana Abu Hanifa la yara as-salata khalf al-mubtadi'. Yani bid'atchi kelsak, Abu Hanifa rahmatullohi alayhi bid'atchining oqida namoz o'qisa bo'lmaydi deb qaraydi. Ba'dan bid'a, mukaffira, g'ayr mukaffir degan tafsilot to'xtalmadi. Bu albatta hamda g'ayr mukaffiraning gapi ma'u. Mukaffir bo'lib qolsa, u kafir oqida namoz o'qisa bo'lmaydi deganga chiqdi. Lekin bu yerda Imom Abu Hanifa mana bu salaf kitobi zot. Abu Hanifa salafdan. Chunki ya tabi'i bo'ldi, ya tabi'in zaman aş fazilatlik davrlarda yashagan zotdan. Bid'atga qarshiligini menda ifodalanadi. Bid'atchining og'ini o'zi qo'ymaymiz. Ma'o oddiy gap emas. Ya'ni bid'atni naqadar yomon ko'rdiganligini o'nisi. Dinda bid'at paydo qilishning va bid'at tutmanishning yomonligini ifodalaydigan. Og'ir namoz o'qishga bo'lmaydi deb turadi. قال أبو يوسف رحمه الله أكره أن يكون إمام القوم صاحب بدعة أو هوى. أبو يوسف رحمة الله عليه dedi أكره أن يكون إمام القوم صاحب بدعة أو هوى. Cemaatning imamı bid'atchi yoki o'zining xohishiga, havo havasiga ergishadigan kishi bo'lib qolishini yomon ko'raman dedi. Hanefi mazhab kitoblarida yukrahul iqtida'u bi sahibi bid'a degan. Bid'atchining keyin namoz o'qish makruh degan. Yani sahibi hava dedi ama hava degan bu bir keng doiralik so'z. Bularni qanday kishilar deymiz? Masalan, bular biz kafir deb aytgan olmaydigan. Balki ashabul ahvoni siz kafir bo'lib ketganlarim bor. Chunki havo havasiga ergishib doirning sirtiga chiqib qolsa kafir bo'ldi. Lekin doirning ichida qolib qolgan, islom doirasining chambarkining ichida qolib qolgan, lekin o'zining havo havasiga ergishib islom ummatining yo'lini tutmay, har xil qarashlarini chetlab ketgan kishilar bor. Masalan, ba'zilari Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalarni tillaydiganlar chiqib qoladi. Masalan, Shiyani tillaydigan. Yani ba'zilari Qur'onning ba'zi oyatlari, ba'zi lafzlari to'g'riliq ba'zi gapni qilishi mumkin. To'liq inkor qilmasa, shundaroq bir gapni qildigan. Ayna bir iqimga ergishib qolishi mumkin. Yoki masalan, sunnatni hujjat bo'lolmaydi deganda, Qur'onchilar degandek, bunda iqimga kirib qolgan bo'lishi mumkin. Sunnatning hammasini hadis va sunnat degan faqat dalil bo'lolmaydi deb qolsa, kafir bo'lib ketishi mumkin.
Lekin unda ko'proq ahvolda shunda sunnatdan tashlaydigan bo'lib qolsa, bu sohibi havo. Aqliga ishlab ketadi. Hadisni inkor qilib bunda turgan bunda bo'lib qolsa, sohibi havo. Bu misollar ko'p unda. وعن محمد إمام محمد رحمة الله عليه دبته لا تجوز الصلاة خلف الرافضة والجهمية والقدرية. رافضة degan hozirda shu Shianing toifalaridan biri rafida deymiz. Nima uchun rafida deb atalgan? Rad qilganlik uchun. Nimani rad qilgan? Zayd ibn Ali ibn al-Husayn ash zatning imomatchiligini rad qilganlar. Şu İmam Abu Hanife'nin zamanında yaşayan deydiler. Zeyd ibn Ali ibn Hüseyin. Bu Hüseyin radıyallahu anh'ın nevrisi. Şu İmam Abu Hanife'nin ustazı hesaplanmış Zeyd. Yakın ötken. İmam Zeyd'den İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyhi ilmi ağam buluşu mümkün. Ya ki işkicatına yakın ötken. Hatta bazıda Umaviler kartta Ehl-i Beyt'ke İmam Abu Hanife maddi yardımı kıygan işkicatını deydi Allah. Şu Abu Ja'far al-Mansur mu? Hazlıkı zorlap baktı, unumasa ötürüvetti. Siyasi tarafın buluşu mümkün. İmam Abu Hanife'ler şunda yakın ötüttü. Ustaz buluşu mümkün ya ki şunda yakını. Bu İslam ibn Abdülmelik'in zamanında, Umaviler halifesi İslam ibn Abdülmelik'in zamanında Şialarınki imam buldu. İmamatçılık Zeyd ibn Ali ibn Hüseyin geldi. Gelgendiken bu Şialı kupap yoki ashuldan bir toifa o'zlari bizning imom bo'ldilar. Undan ekan Abu Bakr va Umar biz shayxon deymiz. At-tabarru min ash-shayxon. Mushu shayxondan men biza va ular la'nat qilma deb paslar deb turadi. Shunga Hazrat Zayd buni rad qilib, Alloh ulardan rozi bo'lsin deb taraddi qilgan. Shundan Shialar Zaydning imomatligini rad qildi. Rafadu imamatahu fasummu bir-rafida. Bundan keyin bu rafida shu chaqda Ahl-i Beyt va shunda iqimdikilar hozir ikki bo'linib ketdimi? Imom Zeydni qo'llaganlar Zeydiya bo'lib ketdi. Zeydiya hozir Yamanda bor-ku. Bu Ahl-i Sunnatga eng yaqin, Shianing Ahl-i Sunnatga eng yaqin toifasi. Bu nomisi yengilan, bu bir to'rt mazhab o'rtasidagi ixtilofga o'xshash fiqhiy mazhabdek sanaldi. Lekin boshqalar Zeydning imomatchiligini rad qilganlar, o'sha Imamiyal Ithna Ashariyya, Ismoiliyya, Al-Batiniyya, Alaviyya, Nusayriyya degan hammasi mushular. Hozirgi Irondagi Ithna Ashariyya, Suriyadagi Alaviylar, Nusayriylar, Basharning Musa va Batiniylar bizning atash qo'ygandagi Ismoiliylar hammasi rafida. Bizning yakendagi Shialar rafida. Yakan ishyanni rafiza deydi uyg'urlar. Endi mana aytdi muhim gap. Bular hozirgi zamonda maga bir muhim gap mavjud. La tajuz salatu xalfar rafida deydi. Hozir Iroqda necha jarayonda o'lganlarning 20 dan ko'proq ekani shiali filanliq qirg'in qilib o'tganlar. Masalan 5-6 yil ilgari bir dokladda 200 ming odam o'ldi dedi. Men o'qidim shuni bir xabarda yoki bir gazetda 200 ming odam o'ldi. O'ltirilganlarning soni 200 ming. Hozir endi 1 million aytgan bo'lsin-ki, 200 ming bo'lsa 100 mingi bomb partlagan yo badashda kachgan emas, laqalılar o'lgan bo'lsa, amerikaliklar o'tgan bo'lsa, 100 mingi sap Shialar, Rafidalar ahli sunnani qirib yo'qotish uchun planliq qirg'in qilib o'tirayotganlar. Hatta yeza ba'zi nailni quruq deb aytgan bular. Planliq holatda qirg'in qilib ko'chini to'sab, ismidan so'raydi. Chaj qurib, ismi nima degan ekan? Umar, Abu Bakr yoki ashula yoqtirmaydigan sahobaning birasi ismi bilan ahli sunnaga dalolat qilib ismlam. Desa hammani kichik bola bo'lsin, ayol kishi bo'lsin, hammani qirib o'tadi. Agar ismi Musal Kazim, Ja'far, Husayn, Baqir deb kelib qolsa, uni qo'yib qo'ying. Iordaniyada yashaydigan Shianing eng yuqori marja'iyatdan birisi, Shianing e'tirof qilgan marja'iyatdan birisi, Shianinki Iroq va mushu rayonlarda ahli sunnani tozalash, qurtitish plani bor deb e'tirof qilgan. Va ashula fatvolarda ahli sunna bo'lib qolsa, o'ttasang, o't qo'ysang, bosqinchilik qilsang, milni bulsang halol deb fatvo bergan. Bu fatvo aniq, buni inkor qilmaydi. Qardaviy 2007 bo'lishi mumkin. 2007da Shayx Qardaviy Rafsanjani bilan Al Jazeera kanalida munozara o'tkazdi.
Şu münazirde Ebu Bekir bilen Ömer'e şeyxanğa lanet okumanlar, dep birinlar, fatva birinlar. Şianın ulamaları dese ulumudu. Rafsanjani ulumudu. Hazır İran'ın atom bombası var. Atom bombasını bulundaydı o İsrail karşı, Amerika karşı yengep yok. Bizden atom bombamız ehli sünnete karşı yasalgan bomba değil. Atomu. Şu böyle Amerikalıların bunda gıcılaştı, bunda gıcılaştı, tenpan kıldı, sohbet ötküzdü, bu sohbet damlaştı, Amerika karşı çıkanda bunu mümkün emez. İki taraf tutuşup kalışı mümkün emez. Çünkü bunlar taşkı düşman bilen İslam ümmetinin cismindeki meraz tıkçısı bizleşip ehli sünnene yokutuş planındaki iki taraf. Buna bek naçar taipan. Bunu eğir de pargallah kafir deydi. Sen ehtiyat kılay, şahadet eğitidiken, şahadet etken kafir depken mesele kepkanmışsın dep ehtiyat kıyallah, fasık, ya ki mubtadi'a, ya ki ehl-i dalal deyiş mümkün. Hazır mı şu? Suriye'de şu küçük ballarını kırıvatkan, baskınçılık kılıvatkan, öldüravatkan, aç koyavatkan, şular kimler? Rafıdırlar. Hizbullah mı şu? Rafıdar. Yemen'de şey bir merazını terip koydu, Hufiyunlar. Onun şeyde malumat kılıp davamlılık bir aramsızlık payda kıldı. Bu Beşşar şu Alevi taifisinden. Alevi diyen de bu kafir. Bunu ilk kafir diyanış ki cüret kıgılıldıgan bir taife. Yani bu aslında Nusayri de bir numula, bir batıni bir Şia'nın taifisi. Lakin bunu çıraylık atak Alevi de atıvagan. Hazreti Ali'nin ısmında hadis kıygan. Lakin bunu kafir esasın. Hazır şu Suriye'de kılıvatkalan mı şu Şia'nın işi. Bunu hem bizim onda buna başka karıştaki bir taife iken de kalsak bulmaydı. Bu Müslümanlığa ziyan uruşta, suikast planlaşta eşeddi düşman hesaplanılan taife. Bunun iken takı bizim diyarımızda işbah. Yaken de Şia'nın urgu kılı terilip avutuldu hazır. Ne için? Müslümanlığın parçalaş. Bunun faaliyetleri erken azal koyutuldu. Çeklimi yok. Sonunda la tecuzu salah halfar rafida diyen gep mühim gep. Bu da mazirlik zamanda. Bizim kallımız buna aydın buluşu lazım. Rafid'nin arkada namaz okusu bulmaydı. Vel cehmiye. Cehmiye mı? Akide daha eski bir taife. Söz vaxtıda tabi'illadın el-Ca'd ibn Dirhem de birisi bulab. Bu makalı ulmandı. Ulman iken aşında Allah Teala'nın sıfatları da her kıl karşısına oturup koygan. Yolda ketkendikken El-Cehm ibn Safvan diyen birisi çıkan. Şunun şagirti. Bu şunun beşemde. Cehm ibn Safvan bu Allah Teala'nın sıfatlarını inkar kıya. Elbette bu mesele El-Milal ve Nihal Tevhid, Akide, Kelam kitaplarda okulan mesele. Lekin kısa tushuntirsak, aslında Allah Teala'nın sıfatlarını inkar kıldıran önde bir taife. Şu bazı ulamaların kitabı var. Es-Savaiqul İlahiyye fi'r-Radd alel-Cehmiyye. İmam İbn Kayyim'in bu çünkü. Er-Radd alel-Cehmiyye ve Mu'attile yani. Şu Mu'attile şu ta'til sıfat diyemem. Vel Kadariyye. Kadar diyen şu takdirden kelgen söz. El-Qada vel Kadar deyimiz o. Bunlar qada qadarda inkar kıldıran taife. Mesela şu Ma'badul Cüheni, Gaylan Dimaşqi şular başoğan bir taife. Bular ilahi takdirini inkar kılıp bende özü Allah'ın iradesini müstakil halatda özü xalığancha ishlarni qilib ketalaydi deb qaraydi. Allah Teala'nın putur etken, takdir qilgan deganimiz yo'q deydi. Bu Qadariya degan mush Ma'badul Cüheni'ninki shu dastlabki egri darajali Qadariya shular. Nima Mu'tazilami Qadariya deb ataydi. Qadariya saniya yani. İkinci Qadariyalar degandek bu yengilroq. Bunun qarashi albatta bu 5 prinsip bilan billa Mu'tazilning asas qarashi al-abd yaxluqu af'aluhu al-ixtiyariyya. Bende özünün ixtiyari ismi özü tanlab özü qiladi deyman. Yani bu putish nimasiga dastlab Qadariyalar salamda yaqinlashib qolgan jihat. Ama ahli sunnatdaydi yaxluq deganda demay kasb degan so'zni ishlatadi. Bunda bir münasibət sözünü tanlab muqayalım. Lekin ma'asal yangilandı. Bu Qadariya degan yani şu bizning doirasidagi taifa hisoblanadi. Qadariyal ular bunun kaşısı edi.
Ceberiyanın kesintisi var mı? Ha, Cebriye tam şunun ta'türü. Ceberiye degan insanda hech qanday ixtiyorlik yo'q. O'g'illik qilsa Alloh taolo endi qo'lga majbur bu o'g'illik qilishga. Uni aybligi bo'lmaydi. Xuddi mana qo'lni bog'lablam yodin tashlasak, u tushmay sari yo'q. U boshqa hech qanday ish qilolmaydi. Yoki karrishatul at-ta'ira fil havo. Masalan bir payyak yengil bir narsa havosida uchirib yuradi-ku. Buni bijab turib olay degan nimasi shu majbur demas. She'rda deydi-ku: "Alqahu fil yammi maktufan va qala lahu iyyaka an tabtalla bil ma'i." Bog'lab, kemidan tashladi suvga. Tashlab, uni yo'lolab kelsam bo'lmaydi degandek bir işte. Majbur degandek. Shu Jabriyaning ismi bu? Ha? Bu Qadariya, Jahmiya bular shu o'tgan zamonlarda bor. Endi hozirgi zamonda yo'q bo'lishi mumkin. Lekin Mu'tazila bor. Mu'tazila lekin miyada o aql namoz o'qib bo'lmaydi degan da'vat emas. Ha Qadiriyal ularning gapi. Lekin Rafiza buni hayotimiz bog'labmanda biz qechib qutlanmaymiz. Bundan boshqa masalan shunda toifada masalan al-ilmaniyya. Almani qarash shakli bor. Naq oldimizda uchraydigan. Bu qanday odamlar desa, shahodat aytadi, men musulmon deydi, namoz o'qishi mumkin, Qur'on o'qiydi, lekin islom qonuni, islom tuzumi hokimiyat o'rnatishsa bo'lmaydi, jamiyatda tatbiqlash bo'lmaydi. Sen musulmon bo'lsang, o'zingga Qur'onni egiz takchiga qo'ysa, uyda jaymonda namoz o'qish mumkin. Masjidda namoz o'qisang mayli, ruxsat. Lekin uydan masjid, undan boshqa yerga islom ko'tarib chiqsang bo'lmaydi. İslamның hakimiyetlik, yani hakimiyet Allah degan nimasi yo'q. Biz xohlagancha davlatni boshqarib, iqtisodni boshqarib, hamma iqtisod, siyosat va jamiyat ishlarida xohlagancha qonun bekitmaymiz. Allohning qonunini ijro qilish degan gap yo'q buningda deb inkor qildilar. Bo'lmamda shu kafir. Almaniymi? Kafir devetini buldu. Shundan keyin Almaniy qarash qilimi, aqlimizni diqqat qildi. Mısır'da çok var Almanya'lar. Ya bildiğinler bilmeydiğinler o mesela biz bu Rafiz'in ağzında namaz kılışımız mümkün bilmey kalsak bulduk etti. Lekin bildiğinler olup kalsa imamacı çıkamayız yani ağzında namaz okumayız. Ben okusalar kim desek kayda konuş. Meyli bulat dikkatten. Lekin namazın vakti bahçe olup kalsa kayda okuya yakşı. Ba, şu fikirdekiler ba. Ben Müslüman, kalbim pak. Onun başka o hicab okumasam buldu. Namaz okumasam mı Allah dil karaydı. İşte karı dediğin her kıl karıştırdı bana. Bu bizde onda Almanya emas, Almanilik nimesi neç kıl türge aylangan şekli buluşu mümkün. قال ولا تجوز إمامة النساء والصبيان للرجال. Ayallarının ve sebilanın erlerge imam buluşu caiz emas. Amma النساء فلقوله صلى الله عليه وسلم أخروهن من حيث أخرهن الله. Ayallarga kelsek niçin caiz emas ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadisi deydi. Akhiruhunna min haythu akharahunallah. Ameliyatda bu Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh'ın sözü buluşu sahih. Sahihun mevkufan ala ibn Mesud. Ama merfu alatta aciz buluşu mümkün. Akhiruna min haythu akharahunallah. Allah Teala ulanı erlerden kim tilgağın boğaçka. İnnel muslimina vel muslimat vel qanitina vel qanitat diyendek mesela. İslam'ı şu boyunca iş kılınlar diyememde. Xuddi mesela bir ayette İbda'u bima beda Allahu fi kitabihi dedi. Mesela hicden faal ettiler. Nimelse nebda'u bis safa. Safa marvadan kanundan başlap sayını başlayımız ise İbda'u bima beda Allahu bihi dedi. Yani inna safa vel marvata min şairillah dedi. Ama inna safa da başlatılgaldır. Nalanken safadan başlayımız demek şey. Niyadımam Allah Teala erlerini başlatılgalar. Ondaki ayarlarını tırağınken ayarlar kendi turdu demekçi. Lekin bu eser dalal cihetten belki nas bulandı bunun birge. Lekin bunun da icma var. Ayar kişi erlerge imam bulanmaydı diyen icma var. İslam ümmeti bugün günümüz kadar icma. Fakat lan ötken kıtımda bir neticeli göre Amerika'da bir azgın taif çıkıp Doktora Amine Nassarma Nusayrma çıkıp
oxirgi er va ayollar jamoasiga imom bo'lib g'ulg'ul qo'zg'adi. Keyin tarixning axloqsansa chirib ketdi yo'q. Hatta oxirgi bo'lgan jamoatlarmi er ayol aralashdi. Hatta ayollarmi yerime olash bunda. Bu İslam'ın ayeti tang baravarlik demişti düşüngenler. Ayeti humusluq düşüngenler. Anlıq kişiler. Ayol mu? Er bilen hukukta baravar. Ayolların tövün göreşki bulmaydı. Er kişi imam bulalayken ayol kişi bulalaydı. Mufti bulalayandek. Dep bunda parlak gepini götürüp çıkan. Çünkü icma var. Bu icma diyenin bunu salkarsak bulmaydı. İslam ulamaları neçe esir boyunca ayol kişi imam buldu dep bakmagan. Bulmaydı dep kelgen. Bu tang baravar bolgan bilen ayol kişi erlarni oldida tursa, oxirgi erlarning diqqati ayol kishi bo'lib qolishi mumkin. Ruku turgan chaqda, yana shudiga sajdaga borgan chaqda qarab qoladi. O'y xiyoli ayol kishi bo'lib qolishi mumkin. Namoz bo'lmaydi oxirgi. Faqat namozda ayol kishi diqqat qilmaydigan bir odam bo'lib qolsa, namoz joiz bo'lishi mumkin. Va annahu naha an at-taqdim yoki nahamu nahyunmu? Agar va annahu naha an at-taqdim bo'lsa, ayollarni oldiga chiqarishdan to'sgan Rasululloh degan bo'ldi. Yoki mush hadis ayollarni oldiga chiqarishdan to'sashdan iborat deymiz. Va amma as-sabi, nima uchun sabi imom bo'lmaydi erlarga desa, faliyanna salatahu taqa'u naflan. Onun namazı nafl onun hakkında. Çünkü onun da bir narsa farz degan gap yo'q. Bu faqat bunda mashq qilish, o'rganishdan muru avladakum lis-salat va hum abna 7 va dribum alayha va hum abna 10. Nonikan bu mashqdir o'g'itish uchun o'qiyotgan holatda uning nisbatan nafl emas. Ajmo nafl hisoblanadi uning nisbatan. Taklif yo'q. Fala yajuzu al-iqtida'u bihi. Nonikan keyin tug'anlar farz o'qiydiganlar bo'lganda ekan, iqtido qiz bo'lmaydi. Va qila yajuzu fi at-tarawih li'annaha laysat bi fard. Va qila degan tarash ay bizning O'rta Osiyodagi Buxoro, Samarqand, Mavaro, Turkiston diyorlaridagi ulamolar degan gapmish. Taravda sabiy erlar imom bo'lib jamoat namoz o'qishi bo'ldi. Nima uchun taravih farz bo'lmagan ekan? Uni munafla ma'aqduganning munafla. Ayollarning oldiga ya erlarning oldiga chiqib o'qisa durust bo'lsa, ayollarning oldiga chiqib o'qishi durust. Ya'ni sabiyning ayollarning oldiga chiqib o'qishini demak istiyorsun ama ya ayollarning erlar. Ya. Farz olsun, nafl olsun. Ailede bulduğunda mesela ayollar üstüne kayboldu. Ayol erlarga imom bo'lsa-mi? Yo'q, bo'lmaydi. Oilda bo'lsin, masjid bo'lsin, qat'iy bo'lmaydi. Ya. Mesela kadın abla okuyor olsa mesela. Ya bo'lmaydi. Müddet bo'lmaydi. Ve icma var dedi. Bo'ldi. İcma degan, icmaning bir foydasi keyincha har xil qarashdan chiqib, talashda chiqishning yo'lini taqlatdi degan. Bunu söz açmak mı yenge bu? İcma değil. Peçet öptü. Sebi bala, yak ayallah. İmam boz bulmaydı desek, hatta taravudun bulmaydı dep kalsak, bunun çaresi, vallahu alam, tarav turup, katmıda ötüşen bizim bir faydalık iş. Kur'an'ı pişirdaşta, yaken qarı ulaş unvanını eleşte, mühim başkışı, diplom başkışı bizde. Dağın iken, eğer taravda okuş, doğru kep kalan takdirde, kişik bala, yoki ayollar o'qigan ahvolda namozni turmay biraylar sirtida turib Qur'onni eshitib turib luqma sasi bo'la degan sirtkining luqma sasi asa buziladi buzilmaydi degan qarash keyin chiqishi mumkin. Lekin bunda qilsa bir chora bo'lishi mumkin. Lekin ma'noda taravda sabiyning oqida cho'nglar tus bo'ldi deb. Bu bir xillam taravning ishi naflning ishi sal yengil mayli demak. والصحيح الأول يعني في مذهبته سيقرش وما يدين قرشه لأن نفله أضعف من نفل البالغ فلا يبتنى عليه çünkü sebep anının neflisi çoğunlarının neflisi kararında yani aciz nâniken küçük nâsine acizden o sıkı sıkırıp koysak bulmaydı ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه yani işkeylerle namaz okudu işkeylerle namaz okulan çağda kanda kıldı
Bireyler bulab qalsa o'ng tarafda turdi. Li hadis ibn Abbas radhiyallohu anhu waqaftu an yasar an-nabiy sallallohu alayhi vasallam fa akhadha bi du'abati fa adarani ila yamini. İbn Abbas radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hammasi Maymunaning hujrasida bir kishi qonab Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kechilik ibodatini kuzatib boqama deb qo'ngan chaqda Rasululloh kechida qo'pab o'zidan uyquni bir sirutib inna fi xalqis samawati val ardi on oyat o'qib onda esolloh tulumdan tartaldi undan keyin namoz o'qidi. Ibn Abbos sol tarafda turibdi, bir rivoyatda xulqidan tutib ma'nodan san ma'lay sejidan tutibdi, oqidan aylantirib o'ng tarafiga o'tkazib qo'ydi. Fadalla anna al-yamina awla. Undan keyin o'ng taraf shu turishga eng loyiq joy ekanligi ma'lum bo'ldi. Va anna al-qiyama an yasarihi la yufsidu salat. Lekin sol tarafda turib qolgan bo'lsa-mu namozni buzib ketmaydi. Nima uchun? Chunki Ibn Abbos Rasulullohning sol tarafida turib quloq qoqqan namoz o'qigan. Undan keyin o'ng tarafga kelib qolibdi, yangidan quloq qoqmadi-ku. Burun quloq qish hisob, ya'ni namozni buzib ketmaydi degan gap shu. Masalan, bir sol tarafda turib namozni oxiriga qadar o'qiyotgan bo'lsa, namoz. Lekin u joyida qilmagan bo'ldi demakchi. Va annal fi'la al-yasira la yufsidu salat. Azg'ina sharkat bo'lsa namozni buzib o'tmaydiganligini ko'rsatadi. Ma'lumda bizning masalaga munosabatsiz bo'lsa-mu, hadisdan oldigan bir favoid. Endi imom bilan yolg'iz bir ayol bo'lib qolsa, endi turamdi. Endi turmay keyinda ayrim bir saf qilib turdi. Shunami? Aqidilam turdi. Topshiriq. Shu boshqa yozsa, o'ng tarafda turgan chaqda imom bilan tang turamdi yoki imomdan bir qadam keyinda turamdi. Fashin bosib turish. Bu topshiriqlar jiq bo'lishi mumkin. Lekin bu darhol qilib kelgan topshiriq emas. Bu kitobi tahorat tugicha qilib kelsam bo'ldi. Ha. Bunun boshqa nechta topshiriq bor-ku? Hozir 4-5 bo'lib qoldi topshiriqlar. İmam bilan biraydan turgan chaqda o'ng tarafda turdi, turgan chaqda imom bilan tang turamdi yoki bir qadam keyin turamdi. Bu topshiriq. Qala fa in salla bi ithnayni aw akthara taqaddama alayhim. Ikki va undan ko'proq kishiga imom bo'lsa, oldi turdi. Bu zohir rivoyat, ya'ni demakki zohir rivoyat. Li hadis Anas radhiyallohu anhu qala aqamani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam wal yatima wara'ahu wa umma Sulaymin wara'ana. Anas radhiyallohu anhuning mushahidasiga asosan, ya'ni yetim bilan shu Anas bu sabiy bo'lishi mumkin shu chaqda, ikkalanni og'ir tug'izda degan. Bu lafzimanda kelgan bo'lsa-mu, lekin bu Sahih Buxoriyda, Muslimda kelgan muttafaqun alayhi hadismi. Sahih Buxoriyda wasafaftu ana wal yatimu wara'ahu wal ajuzu min wara'ina dedi. Sahih Buxoriyning lafzi. Muslimda bu bor. ولقوله صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة. İki ve onundan köprek o cemaat buldu. Diyen mi şu hadis deydi. Yani cemaat. Lekin bu hadis sahih olması mümkün. Aciz. Lekin şu ikkilen okuyan ahvalda cemaat buldu diyenge sahih hadis var. Kayse? Ay Malik ibn Huwayrith Birham Rasulullah safar qilmoqchi bo'lgan chog'da Rasululloh vel ya ummukuma akbarukuma sindan dedi-ku. Siz eşşomra qilinglar, imom bo'lib o'qinglar deganiga ishkelanga shu jamoat ma'nosi bor shunda. Lekin avvalda sapni ruh faras, imomlar sunnatda Sapni ruhlar shu endi tug'an kishinimi? Shu obdan tug'izdi shu. Ya'ni imom joyi tug'izdi. Imomning vazifasi shu. Xuddi og'idagi jamoatning sapni rushlagandek. imomlar ta'qib qiladi. Ya tang turish senga bilan chiqmaydi. Ya tang tug'zamdi, ya bir qadam keyin tug'zamdi bu imomning qo'lidagi ish. Qaysi to'g'ri bo'lsa shuni qildi. Lekin qaysi to'g'ri topshiriq. Ya shu keyinlik safda ruslab qo'ydi. Imom shu takbir tushgan chog'da ay safni bir-birlab ruslab turib, savdodan chiqasan, oxirat tug'in deb ruslatib oldida turib Allohu akbar quloq qoqdi. Endi mana bu keyin turdi degine bu zahir rivoyatda keldi. Bunun delili Sahih Müslim'dagi bir rivoyat. Jumhur ulamolar shunday degan. Ishkelan bo'lib qolsa keyin turdi. Bunun delili Sahih Müslim'da Jabir va Jabbar ikki sahaba Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'ng tarafida, sol tarafida turgan vaqtida ishkelanni majlisdan ishlab, oqsatga ishkelanni tug'izib qo'ygan Rasululloh. Sahih Müslim'da. Nolken ma'lum o'sha nas bo'la oladi.
Hanifi mazhabda Abu Yusuf rahmetullahi alayhi bir qarashda ikkala bo'lib qolsa, biraylar o'ng tarafida, biraylar sol tarafida turdi deb qaragan. Bizning yurtdami mush qarashlarni amal qildi odatda. Ya'ni bunlarning dalili shu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Al-Qama bilan Asad shogirdini kitobi bilan billa ikkalanni o'ng va so'l tarafida tug'izib turib namoz o'qigan va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni shunday o'qitdi degan. Ya'ni bu marfu doirasida. Lekin Rasululloh bunda o'qiydigan, bunda o'qishim bakan dedi. Bu jumhur ulamolar yo'q, bu shu hujra, shu o'rin tashliq bo'lg'achqa, chiqsa bo'lmaydigan holat bo'lg'achqa shunda tug'an. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marfu Rasululloh bunda o'qansa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu ayni tashliq bo'lgan yerda shunda o'qigan. Lekin Azariyada mana keyin nima qilgan shaklda Jabir va Jabbarning hadisida haqiga bir sakot tug'izib qo'ygan deydi. Endi Hazrati Anasning hadisimi shuni ko'rsatdi-ku. Ana valatimu va ra'ahu degan. Nima ekan shu ayrim bir saf bo'lib turdi degan qarash shu kishida. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.